Salom, mening ismim Nilufar. Ko'rib turganingizdek, men loyqa suvlar ichida yashayman, ko'da. Lekin doimo pokiza va baxtliman. Bilasizmi, qanday qilib? Menga o'xshab go'zal bo'lib o'sish uchun 3 ta narsa juda muhim. Quyosh nuri. Men quyoshni juda yaxshi ko'raman. Kuniga kamida 6 soat nur olmasam, barglarimni ocha olmayman. Suv iliq bo'lishi kerak. Sovuqni yoqtirmayman. Iliqlikda o'zimni erkin his qilaman. Atrof sovuq bo'lsa ham, mening ichimda doim 30 daraja issiqlik bor. Xuddi insonlarning qaynoq qalbi kabi, men ham o'zimdan iliqlik tarataman. Mening ildizlarim ozuqani aynan shu loydan oladi. Hayotdagi qiyinchiliklar ham bizni kuchliroq qiladigan ozuqadir. Hayotda qayerda ekanligingiz emas, ichingizda qanday nur borligi muhim. Loyqa suvda ham eng go'zal gul bo'lib ochiling.